Durdona Hakimova bilan bir uyda bo'lgan ayol qotillik kunidan buyon topilmayapti. Turkiyani larzaga keltirgan jinoyat ishi yuzasidan yana bir tashvishli xabar tarqaldi. O'z vatandoshi tomonidan vahshiylarcha o'ldirilgan Durdona Hakimova bilan bir uyda yashagan ayol hozirda qidirilmoqda. Bu haqda Turkiyadagi o'zbek ayollar huquqlarini himoya qilish jamiyati ma'lum qildi. Jamiyatning bildirishicha, 32 yoshli Ergashaliyeva Sayyora Bahromjon qizi qotillik sodir bo'lgan kundan buyon bedarak yo'qolgan. Ayolning yaqinlari Istanbulga kelib uni izlashmoqda. Onaning so'zlariga ko'ra, ular Sayyora bilan so'nggi marta qotillik sodir bo'lgan kundan bir kun oldin gaplashishgan. Qizimiz 28-dekabr kuni Turkiya davlatiga uchib kelgan ishlash maqsadida. Biz u bilan juda yaxshi munosabatda gaplashib turganmiz. Oxirgi marta 23-yanvar kuni gaplashganmiz. Shundan beri umuman qizimiz bilan aloqa yo'q. O'zbek ayollari huquqlarini himoya qilish jamiyati mazkur ish doirasida tergov harakatlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Jamiyat bayonotida aytilishicha, advokatlarning professional va shoshilinch sa'y-harakatlari natijasida tergov ishlari jadallashtirildi. Ikkinchi jinoyat ehtimoli yuzasidan DNK tahlillari hamda hodisa joyini batafsil ko'zdan kechirish kabi muhim tergov harakatlari amalga oshirildi. Shuningdek, Ergashaliyeva Sayyora Bahromjon qizi haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lgan fuqarolardan O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi yoki O'zbek ayollari huquqlarini himoya qilish jamiyatiga xabar berish so'ralmoqda.